Barchaga assalomu alaykum. Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti professori Baxtiyor aka Rasulov bilan hamkorlikda yangi ish boshladik. Demak, ular tomonidan izolyatsiya qilingan azotobakter shtammlari bizga taqdim etildi. Demak, bu shtammlarga sovuq atmosferik plazmani ta'sirini o'rganamiz. Plazma qishloq xo'jaligi loyihamiz doirasida olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, urug'larga berilgan plazma orqali yengil stress ularni potensialini oshirib yubordi. Dalada ham hosildorlik oshganiga guvoh bo'ldik. Demak, endi tajribalarimizni mikroorganizmlar bilan davom ettirmoqchimiz. Yengil stress, ya'ni o'sha sovuq atmosferik plazma hosil qilgan azot va kislorod radikallari azotobakterni faolligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Demak, ularni qanday dozada faollashtirib, ularni qanday dozada faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Biz mana shu bir necha fundamental savollarga hamkorlikda javob topishni maqsad qilganmiz. Kelajakda agar plazma orqali azotobakterni faolligini oshiradigan bo'lsak, dalada sinab ko'rib, bu natijalarni sizlar bilan kelajakda bo'lishamiz. Rahmat.